Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Nozima yana. Sizlar bilan bir xatolik to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Bu nima haqida? Bu ignalarni matoning turiga qarab almashtirmaslikda. Ko'pchiligimizda bir xatolik bo'ladi. Bu matoga bog'liq deb o'ylaymiz, lekin bu xatoda bizni ignani almashtirmasdan ishlatishimiz ham bo'lishi mumkin. Ayrim materiallarda, matolarda, ayniqsa yozgi masla deymiz yoki cho'ziluvchan materiallarimizda chok tashab tikadi, bilasiz. Mana shu chok tashab tikmasligi uchun biz ignani tekshirishimiz kerak avvalo. Ignani masalan 90 yoki 110, 100 ignalarda tikayotgan bo'lsangiz, albatta bunday holat bo'lishi aniq. Chunki materialimiz yuqa va trikotaj cho'ziluvchan. Bunday matolarda biz 75, ya'ni mana bu raqamlariga qaraydigan bo'lsak, 12, 16 bu 90, 100 ga boradi. Mana masalan, mana bu 16, 16 100 bo'lyapti. Demak, 12, 75, 70, 80 ignalarda biz o'shanaqa materiallarni tikishimiz kerak bo'ladi. Bu Janomi'niki, kichkina mashinaniki. Mana 14, mana bu 11. Buni ham o'zini ignalari bilan sotib olganman. Mana bu mashinani, mana men bu mashinani sotib olayotganimda o'sha ignalarigacha qo'shib sotib olganman. Kerakli lapkalari bilan sotib olganman. Va mana bunaqangi naychalarni ham ko'proq olishga harakat qilganman. Negaki, o'sha ham xatolikka yo'l qo'yishimizga sababchi bo'lar ekan. Demak, ikkala mashinada ham tikayotganimizda materialimiz yuqa cho'ziluvchan bo'lgani sababli albatta chok tashiydi. Qachonki igna bilan ishlamasak, o'zini ignasini qo'ymasak. Ya'ni o'rtacha trikotajlarda 14 ignalar ishlatamiz. 16 ignalar qalin va 16 dan katta 17, 18lar, 110larni, 17larni, 110 ignalar, 110, 100 ignalar, bular qalin qishki materiallarimiz uchun ishlatiladi. Demak, albatta yoz qish mavsumiga o'tganda materialimizni yana ham hisobga olgan holda ignalarimizni ham almashtirishni unutmasligimiz kerak bo'ladi. Bu yana bir xato. Keyin endi boshlayotgan tikuvchi o'quvchilarimizga maslahatim, tikishdan oldin mashinani ozgina sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Mashinada ignani ipini to'g'ri o'tkazganligingizga ishonch hosil qiling avvalo. Va yana bir shu yerda ozgina nuqta bor. Ignamizni, mana ignamizni yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bunday bo'rtib chiqqan tomoni igna chiqadigan joyi bo'ladi. Ip chiqadigan joyi bo'ladi, uzr. Ipni kirgizadigan tomonimiz kichkinagina ko'zchali bo'ladi. Bu yerdan aniq ko'rinadimi yo'q? Mana shu joyida ozgina ariqchasi bo'ladi. Mana ariqchasi bor tomondan biz ip o'tkazishimiz kerak bo'ladi. O'shanda ipimiz uzmaydi. Juda ko'pchilik aytadi, ipim uzaveryapti deymiz. Ana o'shanda ignani noto'g'ri qo'yilgan bo'ladi. Masalan, mana bu Jack pромышленный mashinada tashqaridan ichkariga ip o'tkazilishi kerak bo'ladi. Agar siz ignani noto'g'ri o'tkazib qo'ygan bo'lsangiz, ip uzishi holati bo'ladi. Mana tashqaridan ichkariga o'tkazamiz. Qo'l mashinkalarda esa ichkaridan tashqariga o'tkaziladi. Ana o'shani hisobga olib ignani to'g'ri joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ignamiz mana shu ariqchasi bor tomoni biz ip o'tkazadigan tomonimizga to'g'ri kelishi kerak. Mana bunday kichkina ignadan bo'rtib ko'z chiqqan tomoni esa bu tashqari tomon hisoblanadi. Endi ignani to'g'ri, ipni to'g'ri o'tkazdingiz, ignani to'g'ri qo'ydingiz. Endi chok tikayotganimizda biz bir tomoni tag tomoningiz bo'sh yoki ustki tomoni bo'sh holatlar bo'lmasligi uchun buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun ignamizni mana bu joylarini nastroyka qilishimiz kerak bo'ladi. Ip keladigan joylarini. Endi ipni mana bu tagidagi mokdagi ipni tortib ko'ramiz va ignadagi ipni tortib ko'ramiz. Ikkala ip ham bir xil tortilishi kerak. Agar mokdagi ip oson tortilsa-yu, ignadagi ip bermasa, bizda usti bo'sh holat kelishi mumkin. Yoki aksincha, ignadagi bo'sh, pastidagi ip tortilsa, bizda aksincha. Qarang, hozir uzr adashdim. Usti agar tikkaningizda ustki qismi bo'sh tiksa, demak pastda muammo. Agar tikkaningizda pastki tomonida
bo'sh bo'lsa, demak, mashinkamizni ustki qismida muammo bo'ladi. Ana o'sha joyni to'g'irlash uchun ikkala ipni birgalikda tortishimizga to'g'ri keladi. Mana masalan, tagiga boshqa ip qildim. Lapkani ko'taryapman, oyog'imdagi lapka ko'taradigan bilan ipni tortyapman. Endi o'rtacha tortilyapti. Endi ignadagi ipni tortib ko'raman. Mana ip yo'nalishiga qarab tortaman mana. Ip bu yoqqa qarab kelyapti, bu yoqdan tortyapman. Bunaqasiga tortsam, tabiiyki bu tortiladi. Shuning uchun mana shunday qilib tortaman. Mana bir xil tortilyapti. Endi bir xil tortilgandan keyin mana tikib ko'raman. Va yana bir eslatma, mana bu chokimizni razmeri hisoblanadi. Materialni yubka qalinligiga qarab, o'rtacha yoki zich yoki sal kattaroq raqamga qo'yamiz. Mendagi material o'rtacha bo'lgani hisobiga 2,5, 2,7 yoki 3 gacha ham tikish mumkin. Agar yozgi materiallar bo'lsa 2,5 da tikamiz. Jinsi yoki drap qalin materiallar bo'lsa 3-4 gacha ham tikishimiz mumkin bo'ladi. Endi tikayotganimizda yana bir narsa bu tezlik. Mana bu tezlik. Menda 40 ta turibdi. Hozir agar sitiladigan material bo'lsa, teshigi qolib ketadigan material hiblar bo'lsa, biz albatta sekin skorsda tikishimiz kerak bo'ladi. Mana minusni bosib kamaytirishingizga to'g'ri keladi. Agar birdaniga bosganingizda tezlikda yurib ketsangiz, buni so'tib yana qayta ishlash juda ham mushkul bo'ladi. Chunki teshik izlari qolib ketishi mumkin yoki so'tganda sitiladigan materiallar bo'lishi mumkin. Shuning uchun birdaniga tez tikmaslik uchun albatta skorsni pastroqqa qo'yib tikishingizni tavsiya beraman. Qalin materiallarda yana ham skorsni oshirishingiz mumkin. Va birinchi ignani qo'ygan holatimizda shunda ip qochib ketmaydi. Avval ignani kirgizib, keyin yurgizamiz. Mana skors o'sha sekinlashdi. Tabiiyki bunda biz tekis tikamiz. Endi tekis tikishimiz uchun albatta sekin skorsdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Mana tikkanimizda ikkala tomoni ham mana bu tomoni boshqacha ip qilingan. Mana sizlar ko'rishlaringiz uchun qora ip hech qayerda ko'rinmayapti. Mana bu joyda ham kulrang ip umuman ko'rinmayapti. Demak, chokimiz yaxshi, professional darajada chok chiqadi. Mana demak, usti ham, osti ham hech qayeri keng ochilib qolgan joyi yo'q yoki tashlagan joyi yo'q. Demak, igna to'g'ri tanlangan. Mana ko'ryapsizmi? Mana bunday qilganingizda hech qanday bo'sh holati yo'q. Mana ip bo'sh joyi yo'q. Bu ko'p uchraydigan xatolardan bittasi bo'lgani uchun sizlarga ham ilinishni xohladim. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, keyingi videolarimni kuzatishda davom etishingizni so'rab qolaman. Video yoqqan bo'lsa, albatta like va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.